1 yil davomida men yonimga keladigan ayollarni diqqat bilan kuzatdim. Nima sababdan kosmetologik protseduralarni qildirib ham ayollar o'zidan ko'ngli to'lmaydi? Kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Siz kosmetologik protseduralarni qildirasiz. Labingizga filler qildirasiz, ajinlaringizga esa botoks. Yuz uxodlaringizni vaqti-vaqtida qilasiz, lekin oynaga qarab baribir nimadir metoday tuyulaveradi. Tug'ilgan sanangizda bu yaqqol ko'rinadi. Agarda siz 7, 16, 25 sanada tug'ilgan bo'lsangiz, hamma narsani juda ham chuqur analiz qilasiz. Barcha mayda narsalarni ham sezasiz. Siz uchun qilingan idealniy protsedura ham кажется sizga nimadir yetmayotgandek. Agarda siz 2, 11, 20 hamda 29 sanada tug'ilgan bo'lsangiz, siz hamma narsaga birovlarni ko'zi bilan qaraysiz. Qanaqadir protsedura qildirasizda, boshqalardan so'raysiz. Menga yarashdimi o'zi? Menga to'g'ri keldimi o'zi? Bu o'zingizga qildirgan protsedurani boshqalar ma'qullashini xohlaysiz. Aynan mana shunday holatlarga protseduralar ishlamaydi. Bu yerda muammo ichki tomondan chiroyingizni qabul qila olmaganingizda. Ba'zida qaraysiz, 2-raqamda tug'ilgan ayollar chippa chiroyli, lekin tinimsiz sizdan chiroylimanmi deb so'rayveradi. Bu yerda muammo faqatgina yuzda emas. Kosmetolog sifatida har kuni shunday holatlarga duch kelaman. Agarda biz professional kosmetolog sifatida raqamlarni, ichki holatni hamda yuzni tuzilishini kombinatsiya qilib ishlay olsak, bizda rezultat mutlaqo boshqacha bo'ladi. Agarda sizga bu holat tanish bo'lsa, kommentariyada tug'ilgan sanangizni yozib qoldiring. Yanada chuqurroq analiz qilamiz. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yo'qotib qo'yishingiz mumkin axir.